Men Mirza Karimova Nargiza, Tabibim tabiat kompaniyasida Ferzapadan ko'ks artroz 3-4 darajali ko'ks artroz bilan davolanganman. Ikkita tizza, tas, yemirilish, qo'l barmoqlarini artrozi bilan davolanganman. Hozir 1 yildan beri dori ichmayapman, ahvolim yaxshi. O'sha paytda 3 oy dori ichib yursam ham og'riqlar qolmadi. Lecheni olsam ham qolmagandi. Qanaqadir holatda bo'lsangiz og'riq qoladi, bunda og'riq hech qanaqa holatda qolmaydi. Endi oyog'imni yiqsam ham, yossam ham, yursam ham bir xil og'riq, kechalar bilan uxlolmay ingrab chiqardim. Qo'lim ishlamayapti. Men qo'llarim anaqa bo'lib ketganda, anaqa bo'g'imlar ishib, artroz bo'lib ketgan. Bu kasal bilan meditsinada 2-guruhga nogironligi berilar ekan. Menga ortoped borganimda уже operatsiyali kasalsiz-ku, lekin ana lechena qilib ko'raylik, davolab ko'raylik deganlar. Yozgan lechenalari menga ta'sir qilmagan, chunki rosa yaxshi yozganlar. Men o'zim medik bo'lganim uchun tushunganman, bu dorilar bilan yurib ketsam kerak deb o'ylaganman, lekin menga umuman ta'sir qilmagan. Nabarot orqaga ketaverganman. Katta o'g'lim bilan o'ynardik-da, oldin kichkinaligida. O'ynardik, kasal bo'lganimdan keyin bir qadam yura olmasdan, to'g'risi turgan joyimdan bundoq burila olmasdim-da. Robotga o'xshab zo'rg'a qadam qo'yar. Oyijon, qachon birga o'ynaymiz, qachon qo'lamacha o'ynaymiz deb yurardi, yig'layverardim. Voy, Xudoyim, men endi bolam bilan o'ynay olmasmikinman? Xudo xolasa o'g'lim o'ynaymiz, xudo xolasa o'ynaymiz. Hozir ozgina mazam yo'q-da, ozgina u qachon tuzalasiz deb yurardi. Telegramdan ko'rib, Ferzapa bilan 3 oycha gaplashib yurganman. Maslahatlarini so'raganman. Oxir keyin 3 oydan keyin borganman. Og'riq meni asosiy muammom og'riq, harakatsiz bo'lib qolganman. Borganman, keyin birinchi kundan dorilarni ichganman. Birinchi kundan o'sha og'riqlar qolib, bolam kashi ichardi. Bolam 5-6 oy. Butulkasini ocha olmasdim. Qo'llarim ishlamaganidan. Turib yurib, divandan shunday turib 2 qadam yurib bolamni ola olmasdim. Yiqilsa ham borib ko'tarib ola olmasdim. Qo'lim ishlamayapti. Men qo'llarim anaqa bo'lib ketganda, anaqa bo'g'imlar ishib, artroz bo'lib ketgan. Kasal bo'lganimdan keyin bir qadam yura olmasdan, to'g'risi turgan joyimdan bundoq burila olmasdim-da. Robotga o'xshab zo'rg'a qadam qo'yar. Xuddi o'zimni tirik o'likdek his qilaman. Faqat nafas olyapti, уже hech narsani qila olmaydigan jasaddek tuyulardi menga. Shu bitta ichganimda og'riq qolgan, birinchi kuni og'riq qolgan. Obeddan keyin olib kelganmiz. Obeddan keyin kechqurun ichib, ertalab tursam og'riq yo'q-da. Bu xursandchilikdan-da o'zi bo'lmadi. Bu darajaga yetib kelishim. Buket kasal bo'lib, mana hozir bemalol harakat qila olaman, kirlarimni yuva olaman, kirlarimni yuva olmasdim. Ko'ks artrozi mana davosi bor ekan. Kelinglar, davolaninglar. Bir haftada o'zim turib, birovni yordamisiz turib yura olgan.